insonlarni hayotdagi yashashini sifatini yaxshilashga qaratilganligi ko'rildi. Mana men ularni o'sha yerdan 7 ta professorlar borishdi, har bittasidan men intervyu oldim va shu bilan birgalikda 3 tomonlama memorandum imzolagan o'sha Xitoy Tabobat universitetining rahbari hamda UCM Ilg'or meditsina tibbiyot universitetining rahbarlari hamda janob Lasun Senglar bilan birgalikda olgan o'sha har bitta intervyuda ham bitta fikr yotibdi. İnsanlar salomatligini yaxshilash va ularni tibbiy bilimlarini oshirishda biz keng o'z qadriyatlarini his qildirishga o'rgatish. Chunki ular agarda uni qadri doktorlarga emas, unga kerakligini o'zi bilsa, albatta bu o'zi izlanadi va bu narsani o'ziga ravo ko'radi va qancha umr bergan bo'lsa Alloh shuncha umrni kasalsiz hayotda yashaydi.